Bir bema'ni ko'zimiz oldida doktorni kalaka qilib gapiryapti. Doktor, yaxshimisiz? Hay, nima haqqing bor seni unaqa muomala qilishga doktorga? Sen o'zi kimsan? U bechora 6 yillab, 8 yillab o'qigan odam, olim odam. Birodarlar, tabib odamni a'zolarini, u bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni mukammal biladigan tabib din ulamosi bilan, peshvosi bilan baravar turadi, shunday turadi. Uni oldida qo'lni qovushtirib turish vojib bo'ladi. Uni hurmati vojib bo'ladi. Men doktorga oid joyim yo'q meni. Otam, onam doktor emas, qaynona, qaynatam doktor emas meni. Bu indalloh gap bu. Bu nimaga bu? Bolalarni yoshligidan olimlarni hurmat qilishga, olimlik ulug' ulkan sharaf ekanligini o'rgatish kerak.